Hurmatli obunachilar, dinamlari bor hamda suvdatchi, moydatchilar bilan jihozlangan 1105 mini traktorlarimiz yangilangan partiyada yetib keldi. Kimda kim shunaqa traktor qidirib yurgan bo'lsa yoki xarid qilmoqchi bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Dastavka xizmatlari ham bor akalar. Hamda ushbu videoni mana shunaqa traktorga qiziqib yurgan akalarimizga tashlab qo'yamiz, bizni topishlari uchun. Unda ushbu traktorimizni ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Xo'sh, bundan oldingi partiyadagi 1105 traktorlarimizda dinamlari, signallari hamda suvdatchi, moydatchilari bo'lmasdi akalar. Mana ko'rib turganlaringdek ancha o'zgarish bilan, ya'ni qulayliklari bilan mana yetib kelgan. Xo'sh, motorlaridan boshlasak, o'sha 18 ot kuchli 1105 motorlar bilan jihozlangan. Radiatorlari bor, suv orqali suvida, juda ko'pchilik bilishadi. Baklari ham 10 talik, bitta quysalaring 10 soatga bemalol yetib beradi. Rasxodlari 8 grammdan 1 litrgacha nagruzkaga qarab salarga rasxod qiladi. Bularimiz ancha ekanamishni hamda salarga tanlamaydi. Yevro prostoy quyganlarga yuraveradi. Iloji boricha yaxshi salarga quysalaring, ushbu texnikamiz yaxshi xizmat ko'rsatadi. Xo'sh, orqasiga keladigan bo'lsak, korobkalar akalar, legirovka bo'ladigan o'sha katta korobkadan qo'yilgan hamda o'zini balonlarni blokirovkalarigacha qo'yib qo'yilgan, mana ko'rishlaring mumkin. Toshbaqa quyon skoroslari bor. Jami oldinga 8 ta, orqaga 4 ta skoroslar bilan jihozlangan akalar. Ko'rishlaring mumkin. Balon razmerlari, orqa balonlari 614, oldi balonlari 512 lik o'sha shiroki balondan qo'yilgan. Aytib o'tamiz akalar, agatga razmer bo'lib o'zgaraveradi. Mana o'qini ko'rishlaring mumkin. Balon bemalol kirib chiqaveradi. Faqat oldini perdelka qo'ysalaring bo'laveradi. Xo'sh, frezalari 120 lik, 12 tadan 24 ta pichoqlar bilan jihozlangan. Eng katta freza mana shu 1105 traktorchamizda bo'ladi akalar. Frezani qo'shaveradiganlari, o'zini silindrlari mana nasos orqali frezamiz ko'tarib tushiriladi. Vozdixlari ancha maslinli, original vozdixlar bilan jihozlangan. Ko'rishlaring mumkin. Suvdatchi, yog'datchi, akkumulyator hammasini ko'rsatib turadi, ko'rinadigan bo'lsa akalar. Hozir bitta zavod qilib ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xudo xolasa bitta katta zavod bo'ladi. Dinamlarni ko'rishlaring mumkin. Bexato ishlab turibdi mana. Kimga ushbu traktorchamiz qiziq bo'lsa akalar, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin.